spirtli ichimlik ichish, tamaki chekish, yomon odatlar, toza havoni yetishmasligi, yog'li ovqatlarni iste'mol qilish, tana vaznini ko'pligi jigarda sapro miqdorini oshib ketishiga olib keladi. Natijada ko'nglingiz behuzur bo'lib, holsizlantiradi va jigarni zararlanishiga olib keladi. Bugungi sizlarga tavsiya etadigan kompleks mashqlarimiz aynan jigarni yaxshilashga yordam beradi. Shunday ekan, mashqlarimizni birgalikda bajaramiz. Bugungi mashqlarimiz tizzalarimizda turib va o'tirgan holatda ham bajariladi. Agar bu mashqlarimizni bu sharoitda bajarishga qiynalsangiz, uy sharoitida stullarda o'tirgan holatda ham bajarishingiz mumkin. Birinchi mashqimiz, tizzalarimizda turamiz, oyoqlarimiz yelka kengligida ochilgan. O'ng qo'limizni qornimizga qo'yamiz, chap qo'limizni esa ko'krak qafasimizga qo'yamiz. Nafas olamiz, chuqur nafas olamiz qornimiz bilan. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Qo'llarimiz bilan qovurg'amiz ostini ushlab, qornimizni to'ldirib nafas olamiz. Qo'llarimizni bo'shashtirib, nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Qo'llarimizni bo'shashtirib, nafas chiqaramiz. Bu mashqimizni 8-10 marta takrorlaymiz. Ana endi tovonimizga o'tirib olamiz. O'ng qo'limizni boshimiz orqasiga qo'yib, nafas olganda qo'limizni yuqoriga tortamiz. Nafas chiqarganda esa chap qo'limizga tayanib egilamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Ana endi qo'llarimizni almashtiramiz. Chap qo'limizni boshimiz orqasiga qo'yib nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas chiqardik. Bu mashqlarimizni har tomonga 3 martadan bajaramiz. Qo'llarimizni tizzamizga qo'yamiz. Ko'krak qafasimiz bilan aylana harakatini bajaramiz. Yelkalarimizni ham harakatga keltiramiz. Oldiga tayanib harakatni davom ettiramiz. Boshqa tarafga aylantiramiz. Tizzalarimizda turib, oyoqlarni yel kengligida ochamiz. Boshimizni orqaga egib, nafas olamiz. Nafas olganda ko'krak qafasimizni maksimal darajada ochamiz. Oldinga egilib, butun havoni chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Orqaga egilamiz. Nafas chiqaramiz.
Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana tovonimizga o'tirib olamiz. Chap qo'limizni boshimiz orqasiga qo'yib, nafas olganda qo'limizni yuqoriga tortamiz. Nafas chiqarganda chap qo'limizga tayanib, qarama-qarshi tomonga egilamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Qo'llarimizni almashtiramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas oldik. Nafas chiqaramiz. Nafas chiqaramiz. Mashqlarimizni har tomonga 3 martadan takrorlaymiz. Qo'llarimizni oldiga qo'yamiz. Biroz kengroq ochib, nafas olamiz. Nafas chiqarayotganda ko'krak qafasimiz bilan oldiga egilamiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Bugungi mashqlarimiz qorin pressini mustahkamlaydi, moddalar almashuvini yaxshilab, hazm tizimi funksiyasini normallashtiradi hamda immun tizimini faollashtiradi. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.